Assalomu alaykum obunachilar. Bugun obzorimizda 96 kuchi traktorimizni qilib beramiz. Yaqinroq kel. Prostoy apparat, prostoy motor 5 turbinali, kompressori bor. Oldi ведущий traktorimiz. Rulovoy bachogini bo'tga joylashtirilgan. Bu yoqda keladigan bo'lsa, generator oddiy enshala. Kompressor receiverini bo'tga qo'ygan mana. Ko'rib borsanglar bo'ladi. Massa kulchatillarimiz. Balon razmerlarini ham olib ketib turadilar. 8.3 24 oldi balonimiz. Orqa balonimizni ham olib ketsa bo'ladi. 11.23. Orqasidan keladigan bo'lsak, orqasi прицепноyla silindrlik. Ichki bartovoy bo'ladi. Ichki bartovoy mana bu tepasiga bakka joylashtirilgan orqasiga. O'sha 540 ga 1000 Vom oboroti. Mexanika bo'ladi bu. Oddiy mexanika, korobka bo'ladi. Oldi vidishini bo'tdan qo'shadi. Salonlarni bemalol ko'rsanglar bo'ladi, pechkalarni yoqib maza qilib ishlatsa bo'ladi. Mana balandligini ham ko'rsanglar bo'ladi, bemalol mana qattina turibdi. Uzoqdan olgin ko'rinadi. Saloniga keladigan bo'lsak, reverslarni tushuntirib beramiz. Tashbaqa quyonlari bu yerda joylashgan. Bu yerda Vom oboroti 540 ga 1000 oboroti shu yerdan o'chirib yoqish uchun mo'ljallangan. Bu yerda rushnoy gazimiz bor, tepaga chiqib. Rushnoy gazi joylashgan bu yerda. Asosiy skorsi bu yerda 4 talik bo'ladi. Orqa прицепноylarni ishlatishi mashdan ishlatadi. Blokировка bu. Blokировkani qo'shib ajratish uchun. Endi kompressor davleniyasini ko'rsatish uchun bu yerda datchik qo'yilgan, отдельный qo'yilgan. Mana priborlarni ham bemalol elektronnik ko'rsa bo'ladi. Suv datchik, moy datchik hamma narsasi ko'rsatadi. Motochaslarni ham yozib boradi. Pechkasini yoqib o'chirishga отдельный ko'rsatamiz endi. Bu 96 kuchi traktorimizning narxiga keladigan bo'lsak, 155 million so'm dastavkasi ichida. Keyin bitta Fora brendiga tegishli motoblokimiz bor, 7 ot kuchlik. Shuni qo'shib beramiz 15 kunning ichida. 15 kunning ichida olsanglar shu traktorimizni o'sha motoblokka qo'shib beramiz 7 ot kuchlikni. Bugungi kunda mana shu 96 kuchini obzor qildik. Xudo xolasa bizlarni kuzatishda davom etinglar. Yana qaysi traktorlar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib borasizlar. O'shani qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Davom etinglar, obuna bo'linglar. Xudo xolasa bundan ham qiziq videolarni qilamiz.